Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bugun kech bo'lishiga qaramasdan vizit chaqiruvi bilan qo'ylarni bo'g'oz qisirligini tekshirgani kelganmiz. O'z apparatimizda qo'ylarimizning bittasi 2,5-3 oylik bo'g'oz chiqdi. Egizak qorindagi bolasi o'z apparatimizda ko'rdik. Keyin yonidagi sog'liq esa bu qisir 10 kunlar avval orqasidan qizillar soqqan o'z apparatimizda ko'rdik. Bachadoni layqalanib turibdi, qisir chiqdi bunisi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamini yozib qo'yamiz, aloqaga chiqarasiz. Mana ikkinchi qo'yimiz. Qisir ekan bu qo'yimiz. Bachadoni bo'mbo'sh, 10 kun oldin bola tashlagan bu qo'yimiz. Bitta bola harakati mana burchakda. Qo'lim band, o'zida ko'rsataman. Mana ikkinchisi ham. Ikkita bolasi bor ekan buni. Xudo xolasa ikkitaga homila egizchi qo'y ekan.